Yo, hamma salomlar. Bugungi videoga xush kelibsizlar. Bugungi videoda biz need more money, ya'ni ko'p pul kerak degan. Mana boladan ko'rsangiz ham bo'ladi. Uyini ham puldan yasab tashlagan. Hozir mana shuni o'yinni birgalikda o'ynab ko'ramiz. Qani qiziq, qay darajada qiziqligini hozir birgalikda ko'rib olamiz. Qani, undan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar bolalar. Biz o'yinni boshladik. Qani, ketdik, kirib olamiz o'yinga. Xo'sh bolalar, bizdan pul birligini so'rayapti. Biz albatta dollar. Yeniga qorong'i atrof. Birdan chiroq yondi. Ko'z ochildi. Bugun GTA 6 chiqadigan kun-ku. Lekin menda uncha ko'p pul yo'q sotib olishga. Akamdan so'rayman deydi. Yo'q. Qayoqda akasi? Bumi? Yopamiz eshikni. Hey aka, siz o'yin sotib olish uchun pul yo'qmi dedi. Bay, nega sotib olmoqchisan? Chunki men qimmat dedim, tushunmadim gapga. O'tir. $1. Men ko'proq pul xohlayman. Sotib olib berar ekan akamiz. Bo'ldi. Qanchadir pul kerak. Mana oldik bitta. Bolalar, hamma joyda pul bor-ku. Mana hammasini oldik. Yana pulni beramiz. $5. Yo'q dedi. Ketdi. Mana verilardan ham pul bor. Onasi gapirgan yo'q onasi. Endi nima qilamiz? Endi qaysi xona qoldi? Ya'ni qayer qoldi? Bola yurish antiq ekan bola. Mana bitta va bir dona pul qoldi. Mana bolalar, topdik. Endi qaytamiz. Buni yapamiz. Buni ham yapamiz. Qani, endi. Nima? $10 ga ham bermaydimi bu? Piggy bank. Bola mana bu. Sindirdik. Bo'ldimi? Hammasi endi bo'lsa kerak, endi ham. Qancha? Necha dollar? $18. Bemalol bo'lishi kerak menimcha. Ask mom for money. Mana bu yerda yozgan. Gaplashadi. Hey mom. Salom o'g'lim. Some money. Nega? Va qancha? Buy kitob sotib olish uchun $10. Ajoyib ekan. Aldadik bolalar. Aldadik. Xo'sh, I have money. No. Ko'rsatdi. $28. Ko'proq xohlayman. Yaramas. Isqirt ekan o'zi ham. O'ziga olyapti hamma pulni. Bizni alda. 12 ta pul topishimiz kerak. Tashqaridan qidiramiz. Bular nima qilamiz? Gullarni terib olyapman bolalar. Gulni kimga beramiz? Buying flowers. Sotsak bo'lar ekan. Bo'lib ketdik. Gaplashamiz endi. Check again. Boshqatdan tekshir. Bizda qancha pul bor? Yaramas. $38 ham.
Yetmasa endi. Nima? Get exit from garage. Mana ol dedi. Daraxtlarni mana bular olar ekanmiz. Ol. Ha, bitta. Ha, bitta ekan mana. Mana bittasini sotib keldik. İkincisiga negadir olmadi. Mayli, bizga farqi yo'q. Bitta sotib kelsak sotib kelamiz bitta. Mana bularga olmayapti. Mayli, farqi yo'q. Nechta qoldi? Oxirgisini olib kelamiz hozir. Bola daraxtlarni ham kesyapmiz bitta o'yin deb. Bitta 6 chiqdi. Bu o'ynamoqchi bu bola shu o'yinni. Endi tell to browser. Akang bilan gaplashdik. Qani, hoy aka, yaramas. Wallet, men pulimni tekshirib ber. $38. Ko'proq pul kerak dedi. Yaramas, nimalar qilamiz endi? Bob people. Rob dedi bolalar. O'g'irlashimiz kerak ekan odamlardan. Menimcha ana bu. O'zi qochib ketar ekan o'g'irlasang. Nimadir so'kib ketdi. Yana 4 ta. Qani kelinglar. O, mana. Oldik, buni o'g'irlab bo'lmaydi. Bliss donat. Donat qilsak bo'lar ekan. Mana bundan ham o'g'irlaymiz. Va ikkita odam keldi mana. Bittasi boyagidan ancha kamayib qoldi odam. Nimadirlar deb ketyapti. Mana keyingi odam. Qani ketdik. Yana gaplashamiz. Agar shunda ham ko'nmasa yaramas. Nima dedi? $60. Qanday dedi? Hozir mana bunda. Sell mom. Onasi mashinasini sotish kerak. Voy. Buying cars. Lamborghini mi orqamizdagi? Mayli, Lamborghini ekan bolalar. Voy, $1000 mana. Lamborghini $1000? No way, bro. Mayli, nima ham derdik? Nimalar debman. Ko'r yaramas. 260. How this much money? Yaramas. Biz hech nima demadik. Fill the pool. Pool. Xudodan so'rayapti. My prayers. What? Og'ziga qaranglar. Sen, bolalar. Nimalar qilib tashadi? Ol buni, ol. Hammasini ol. Ha, gaplash. Voy, ana endi ham yetmasa endi bilmadim lekin. Endi ham yetmasa bo'ldi, tamom. $1000 bo'lim shunchasi. Rob store. Do'konni o'g'irlaymiz. Mana buni. Shop. Yaramas, shu ham yetmadimi? Bir basseyn to'la pul. Ketdik o'g'irlashni bilamiz-ku. Mana bunda. Olamiz. Hammasi. Chiqaveradi. Bo'ldi, ketdik.
Hozir akamizga borib topshiramiz, agar shunda ham yo'q desa, bilmadim. 100 ga birmish tushirgan bo'lardim o'zim bo'lsam. O'zi sotib olib bilmaydim. Mana $11,000 uyni sot. Yaramas. Endi oshirib yubordi valla. Qani, ketdik, mayli. Tekshirib qo'yamiz. Uy bo'lsa uy. Buying house. Yes sir. Uy, bolalar. Keldi, uyimiz yo'qoladi hozir. Mana olib ketdi. Bular o'tiribdi hali. O'zi ham uysiz qoldi, mana akasi o'tiribdi. Onasi gapirmagan ham. Yaxshi. Shuncha pul yaxshi dedi. Yaramas. Nima qilayin? Uraymi seni? Ha? Yerni? O'zga saraflarga yerni sotar ekanmiz. Qayerdan sotamiz? Qayerdan sotamiz? Qayerdan sotishni aytmadik-ku. Ha, mana. Yes, let's see. I have to. Nimalar tashadi? Yaramas. Samim po'yamiz. Ketdi yer. Okay. 1 trillion. Yerni 1 trillion dollargami? Yerda qancha bor? Sounds good. Endi gaplashaylikchi, nima qiladi? This is sotib ol beraman dedim. Va nihoyat rahmat. GTA nima shu GTA 6 ni sotib ol. Voy bolalar, bitta o'yin uchun. Yo, GTA 6 ni oldingiz dedi. Xo'sh bolalar, bugungi video shulardan iborat edi. Video yoqqanmasa videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar bolalar. Ko'rdingiz, obuna bo'lib qo'yinglar endi.